bizga juda yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun bilamiz, sog'lom ovqatlanadigan bo'lsangiz, sizni asabingiz tinchlanadi, tanangizga energiya paydo bo'ladi, yuzingiz tekis, toza, hech narsa chiqmagan, hech qanaqa biron bir papilloma yo biron bir narsalar chiqmagan, o'g'ri chiqmagan va osilmagan, shishmagan, ya'ni shishlar bo'lmaydi. Qorningizda atrofida ortiqcha yog' ham bo'lmaydi. Shuning uchun nosog'lom tana bilan sog'lom tanani judayam yaxshi farqiga yetamiz. Yaponiyaga kelganda ko'pchilik nima hammalari ozg'in deydi. Ozg'inlik plus terisini tozaligi va ularni yurganda, o'tirib turgandagi harakatni yengilligi, energiyani ko'pligi bu ularni og'ziga nima tiqayotganligiga bog'liq. Ko'pchilik yaponlar O'zbekistonga borganda voy sizlar hamma bemalol ekan, maza qilib yurar ekan, bizning hayotimiz rosa shiddatli deb havas qilib qaytishadi. Nima degan